Bir kun kelib ummat düşmanın bular, bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz, qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz, qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Birodarlar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, kimniki boshqa bir birodarni ustida zulm qilib qo'ygan bo'lsa, uni obro'sini to'kkan bo'lsa yoki boshqa biror bir uni haqqiga zulm qilgan bo'lsa, qiyomat kuni, ya'ni o'sha shunday kunki, u kunda dinor ham, dirham ham yo'q bo'lgan kundan avval ana shu birodari dunyoni o'zida birodarini haqqini ado qilib olsin dedilar. Ya'ni bir kishi bir kishiga zulm qilgan bo'lsa, u zulm xohini obro'sini to'kkan bo'lsa yoki biror bir uni haqqini nohaq yegan bo'lsa, shu dunyoni o'zida uni haqqini ado qilsin dedilar. Endi qiyomat kuni esa bo'ladigan muomala, agar ana shu zulm qilgan kishi amali solih qilgan bo'lsa, uni solih amallari bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunida uning ana shu amali solihlarini olib mazlumlangan kishiga olib beriladi dedilar. Agar ana shu zulm qilgan kishining hasanotlari bo'lmaydigan bo'lsa, mazlum bo'lgan kishini sayyiatlarini, yomon ishlarini olib ana shu zulm qilgan kishining yelkasiga yuklab qo'yiladi dedilar. Ya'ni mana bu hadisdan birodarlar, albatta dunyoda har bir kishi bir-birini haqqini nohaq yo yegan bo'ladi yoki obro'sini to'kkan bo'ladi. Shuning uchun bizlarga qiyomat kunigacha, ya'ni o'lgunimizga qadar ana shu haqlarni ado qilib olishlikka Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyuryaptilarki, bir-biringni haqqingni ado qilib olinglar deyaptilar. Chunki qiyomat kunida faqatgina haqlar ana shu shaklda ado qilinar ekanki, zulm qilgan kishi yaxshi amallarni qilgan bo'lsa, ana shu amallari mazlum bo'lgan kishiga olib berilar ekan. Agar uni yaxshi amali bo'lmaydigan bo'lsa, ana shu zulm qilgan kishining yaxshi amallari bo'lmaydigan bo'lsa, mazlum bo'lgan kishini sayyiatlari uni yelkasiga yuklab qo'yilar ekan. Shuning uchun ham birodarlar, bizlar hammamiz bir-birimizni haqqimizni dunyoda ado qilib olishimiz kerak. An ibn Abdullah, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma, anin Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma rivoyat qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytadilarki, Rasululloh alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, musulmon shu kishiki uning tilidan va qo'lidan boshqa musulmonlar omonda bo'lgan kishi musulmondir dedilar. Kimki tili bilan, qo'li bilan boshqalarga ozor bermasa, ana shu kishi musulmon deb aytdilar. Va muhojir shunday kishiki, Alloh nahiy qilgan narsalardan, Alloh qaytargan narsalardan o'zini tiya olgan kishi haqiqiy muhojirdir dedilar. Demak, musulmonlik va muhojirlikni ham shartlari bor ekan. Musulmonlikni da'vo qilgan kishi har biri albatta tili bilan va qo'li bilan boshqa musulmonlarga ozor bermasa, uni tilidagi va qo'lidagi keladigan ozordan musulmonlar omonda bo'ladigan bo'lsa, salomat qoladigan bo'lsa, ana shu kishi musulmon deyilar ekan. Va muhojir ham aytib o'tdik, Alloh taolo nahiy qilgan narsalardan o'zini tiya olgan kishi. Va anhu radhiyallohu anhu qala kana ala thaqala an-nabi sallallohu alayhi vasallam رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أباعة قد غلها رواه البخاري. Yana Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma rivoyat qilib aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni
vaqtlarda bir kishi Kirkiro degan kishi bor ekan, u kishi o'lib qolar ekan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni do'zaxda ekanligini xabarini qilgan vaqtlarda odamlar borib qarasa, ya'ni Rasululloh sallam davrlarida bir qancha narsa yo'qolgan bo'lar ekan. Shu yo'qolgan kiyim-kechaklar ana shu o'lgan kishini uyida topilgan ekan. Ya'ni demak u o'g'irlik qilib boshqalarning haqqini yeb o'lgan vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni do'zaxda ekanligini xabarini qildilar. Birodarlar, mana biz 3 ta hadis o'qidik. Albatta bu 3 ta hadisdan hammamiz uchun ibratlanadigan taraflari bor. Bu ham bo'lsa, boshqalarning haqqi bizlarda qolmasligi. Shuning uchun ham biz mana bu 3 ta hadisdan inshaalloh o'qib kifoyalanamiz. Musulmonlar yashagan o'rinlarda albatta musulmonlar bir-birlariga yoki tili bilan yoki qo'li bilan ozor beradi. Ozor berilgandan keyingi natija albatta nima? Ana shu birodar o'zini haqqini olishligi bilan tamomlanishi kerak. So'zimizni yana bir narsaga qaratmoqchi edik. Oxirgi bo'lib o'tgan, ya'ni ochiq suhbatlardan biz shunday xulosa oldikki, birodarlar tomonidan ko'p savollar berilgan. Shu savollardan bittasi harakat narkotik modda bilan shug'ullanadimi degan bir savol bor edi. Agar ishtirok etgan birodarlar bo'lsa, shuni bilasizlarki, harakat kofirlar aytadiki, narkotik modda bilan shug'ullanadi deydi. Shu haqiqati bormi deydi. Birodarlar, biz kofirlar tomonidan tarqatilayotgan axborlarni inkor qilgan vaqtimizda va tog'utlarga kofir bo'lgan vaqtimizda, ya'ni tog'utlarga, shaytonning, iblisning askarlariga kofir bo'lib, ularni qonunini, o'zini, gapini inkor qilgan vaqtimizdagina haqiqiy mu'min bo'la olamiz. Va man yakfur bit-tog'uti va yu'min billah. Kimki tog'utga kofir bo'ladigan bo'lsa va Allohga iymon keltiradigan bo'lsa. Iymondan oldin birinchi la ilaha deb ilohlarning hammasini inkor qilamiz. Ilohlar yo'q deymiz. Ma'bud birorta ma'bud yo'q. Illalloh deymiz. Bitta Alloh bor deymiz. Shuna deymiz, Karimov kofirligini ham bilamiz. Axborot vositasida tarqatilayotgan xabarlarni ham kofirlar biz zararimizda tarqatayotganligini ham bilamiz. Lekin o'zimizga shu ta'sirlanib qolamiz ba'zi vaqt. Vaholanki biz doim takrorlaganmizki, kofirlar tomonidan qilinayotgan tablig'otlarni biz inkor qilib, unga ishonmaslik bilangina iymonimiz salomat qoladi. Bo'lmasam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, kechasi yotayotganda musulmon, ertalab turayotganda kofir, ertalab turayotganda musulmon, kechqurun yotayotganda kofir holati bugun shu dunyoda bor. Radio, televizor, axborot vositalari hammasi musulmonlarni dinidan chiqarishlikka qaratilgan. Hatto musulmonlarning o'zini diniga shakllantirib qo'yadi. Ular aytayaptiki, bunchalik katta harakatni narkotik tijorati bilan shug'ullanmasa qilib bo'lmaydi deyapti. Shu bolalarga ta'sir qilgan, qaysi birodar savol bergan bo'lsa ham, lekin shu kofirlar tomonidan tarqatilayotgan tablig'otlar yoki misol uchun biz Usoma bin Ladendan pul olamiz. Endi Usoma bin Laden pul olganlik-ku katta jinoyat emas. Lekin narkotik modda bilan shug'ullandi degan gap u eng katta bo'xton. Kofirlar tomonidan bizga yog'dirilayotgan bo'xtonlardan eng kattasi shu. Chunki ular iqtisodiy falsafa bilan katta bo'lgan, tasavvurga sig'dira olmaydi. Shuncha katta harakatga bular pulni qayerdan topib beryapti deganda. Shuning uchun mana bu miyamizdagi bo'shliqlarni to'ldirib olishimiz kerak. Nima bilan? Haqiqiy siyrat bilan to'ldirib olishimiz kerak. Kofirlar qanchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Isro va Mi'roj kechasida inkor qilishgan vaqtida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga Abu Jahl borib aytdiki, "Seni birodaring nima deyapti?" U bir kechada ham Isroga Baytul Maqdisga borib kelibdi deganda, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki, agar Muhammad alayhisalom aytayotgan bo'lsa, u to'g'ri gapiradi dedi. Ya'ni birodarlar, mu'minlarning gapini tasdiqlashlik, kofirlarning gapini inkor qilishlik bilangina bizning iymonimiz salomat qoladi. Madina Munawvarada Masjid-i Qiblatayn bor. Bir sahobiy kelib qarasa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqalarida namoz o'qidi, Makka tarafga, ya'ni qibla yangi o'zgargan vaqtda edi. Bu Masjid-i Qiblataynda hali bular xabar yo'q edi.
asr namoziga yetib keldi. Kelsa odamlar hozir ham Baytul Maqdisga qarab namoz o'qiyotgan ekan. Shu jamoatning orqasida turib, o'zini iymonini e'lon qildi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh dedi-yu, aytdiki, Allohga qasamki, men hozir ko'rdim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ga qarab namoz o'qiyotgan ekanlar. Ka'baga qarab namoz o'qiyotgan ekan. Shu namozda turib 70 kishi birdaniga o'zgargan ekan. Shu orqadagi mu'min birodarini lafziga ishonib, mu'minligiga qiblani o'zgartirgan ekan. Shu masjid masjidi tarixiy, masjidi qiblatayn deyiladi. Borganlar ko'radi, ikkita qiblasi bor. Ya'ni men aytganimki, mu'minning gapini qabul qilinadi. Kofirlar emas, munofiqlar emas. Ya'ni biz kofirlar tomonidan tarqatilayotgan har qanday tabliğotlar, islomni zarariga bo'layotgan tabliğotlarni inkor qilishlik bilan, bu yolg'on deyishlik bilangina biz iymonimizni saqlab qolamiz. Bo'lmasam bizlarni shaytonlar adashtirib ketib qoladi. Umar ibn Xattobning oldilariga o'sha munofiq bilan yahudi keldiki, biz Muhammad alayhisolamning hukmidan rozi bo'lmadik, siz adolatli hukm qilasiz dedi munofiq. Men odilroq ekanman demadilar. Shata qilichni olib chiqdilar, mana seni hukming deb chop tashladilar. Ana bunday bo'lgandagina islomiy e'tiqodimizni saqlab qolsa bo'ladi. Palonchi shuna deyapti degan desa, ha shuna deyapti deganmi deb ishonib o'ltirishlik, aslan bunday gaplarni toshib yurishlik bu haromdan bo'lganligini alomati o'zi. Ulamolarning ittifoqi bilan o'sha Makkadagi mushriklarning bittasini sifati o'sha gap toshib yurardi, bittasi haromdan bo'lgan edi. Ya'ni bu kofirlar faqat vazifasi shuki, musulmonlarni shu dinga bo'lgan e'tiqodini nima qiladi? Ikkilantirib qo'yadi. Oddiy misol, bu islom davlati qurib bo'lmaydi. Qur'on bugunga javob bermaydi. Bu kufr kalimasi u. Kimki shu gapni tasdiqlasa kofir bo'ladi u. Qur'on bugungi kompyuter davriga, bunaqangi kosmos davrida bizning muammoyimizni hal qila olmaydi degan odam kofir bo'ladi u. Shu bugun islom olamidagi musulmonlar shuni qabul qilgan. Shuning uchun parlamentda tashkil qiladi bularga qonun ularga ishlab chiqadi. Nimaga? Ana shu kofirlarning tabliğotini ular qabul qilgan, ishongan. Umar ibn Xattob Tavrotdan bo'lgan bir varaqni ko'tarib Rasululloh sallam huzurlariga keldi. "Ya Rasululloh, bu ham samoviy kitob ekan. Yaxshi gaplari bor ekan, o'qib tursa bo'ladimi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuncha achchiqlandilarki, yuzlari achchiqlangan vaqtda qorayib ketadi. Yuzlarini o'girib oldilar. Sahobalardan biri aytdiki, "Ya Umar, ko'rmadingmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam?" Shunda u kishi raziyatu billahi robba va bil islami dina va Muhammadin sallallohu alayhi vasallam nabiyya dedilar ki Rasululloh sallam u kishi qarab aytdilarki, "Ya Umar, Musa o'zini ulushini olib ketgan. Sizlar meni ulushimsizlar. Ijozat bermadilar shu Tavrotni o'qishlikka." Shuning uchun biz axbor eshitishlikni hammaga ijozat bergan emasmiz. Hozir shunda harakat qiladiki, hamma oldida bitta radio bo'lsa. Birodarlar, bu iblisning tabliğot vositasi. Biz maxsus kishilarga buni vazifa berganmiz. Hammaga eshitishlikka ijozat bergan emasmiz. Endi shundoqlar ham topilar ekanki, Toshkent radiosini eshitib o'tiradi. U hijratdan murod nima edi u? Hozir o'qidik hadisda muhojir kim? Alloh qaytargan narsadan qayta olgan kishi muhojir. Shuning uchun birodarlar, kofirlar tomonidan bo'layotgan tabliğotlarni qalban inkor qilishlik bilan iymonimiz salomat bo'ladi. Bo'lmasam iymondan ajrab qolamiz. O'zingizlarning pokiza jamoatingizda nos chekilmaydi. Alhamdulillah, sigaret chekilmaydi. Hatto uni harom deb e'tiqod qilasizlar. Endi shundoq fikrni sizlarga kofir bersaki, buncha masraflarning bilan imkoni yo'q. Chunki davlatlar bundan masraf qila olmaydi. Bular qayerdan masraf qilyapti degan narsani agar qalbingizda bir shak kelib qoladigan bo'lsa, demak unda Alloh taoloning bergan va'dasiga ham ishonchsizlik bo'ladi. Alloh taolo kimki Alloh yo'lida jihad qiladigan bo'lsa yoki hijrat qiladigan bo'lsa, ularning ta'minotini Alloh taolo o'zining zimmasiga oldi. U moddiy falsafada katta bo'lganlarning e'tiqodi u. Pulni qaydan olasizlar? Hamma vaqt shuni so'raydi. Qaydan olasizlar masraf? O'zicha keyin falon to'qib beradilar.
Bu Bahrayn banki buncha pul beribdi, u bank buncha pul beribdi, Usoma Bilonga 20 million dollar beribdi. Nimaga? Ular tasavvur qila olmaydi. Alloh taolo muhojirga, mujohidga hali u dunyoga kelmasdan turib onani qonida rizq berganligini tasavvur qila olmaydi ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni orqalarida qaysi davlat turib bergandi? Fors turganmi? Rum turganmi? Kim turgan? Mana bu noto'g'ri tushunchalarimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Vaqtiga ishondikki, shu ustimizda turganlar xiyonat qilmaydi. Bizga shu narkotik modda bilan giyohvand moddani sotib pul olib kelmaydi. Ishondingmi shunga? Tamam, bunaqa savollarni ko'paytirmaydi. Chunki bu o'shalar tashqaridan bo'layotgan ta'sir bu. O'sha tabliğotlarning ta'siri. Shu Peshorda turganimizda daftarda 20 ta 30 ta odam har kuni bo'lardi. Bittasi 3-4 bor kelib ketibdi-yu, eski hamsharlardan. Men debdi, 5 ta do'konim bor debdi. Ertalabdan kechgacha ishlayman, shu bir oyda bir marta mehmon chaqira olmayman. Bu Toyirjonning uyida har kuni mehmon bor. Shu qaydan pul olar ekan debdi. Shod Moskvadan pul jo'natsa kerak. Bittasi aytdiki, Yelsin xos yuboradi bunga. Tasavvur qarang. Bittasi men kelibdi, ha? Toyir aka rostini aytdi, shuncha masraf qayerda bu sizda? Aytavering, men hech kimga aytmayman dedi. Ya'ni bu aqidaga xilof ishlar bo'ladi. Razzoqqa iymon keltirganmizmi? Allohning oyatlariga iymon keltirganmizmi? Va man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katira va sa'a. Iymon keltirganmiz. Alloh taolo o'z zimmasiga olyapti. Uni 5 ta do'koni bor ekan, ertalabdan kechgacha oilasi bilan ishlar ekan. Oxiri ham bir oyda bir mehmon chaqira olaman, bolalarimni anan to'ydiraman dedi. Ya'ni mana bu tushunchalar, mana bu noto'g'ri tushunchalarni to'g'rilab olishimiz kerak. Ki biz bu yo'lga maxluqlarga ishonib chiqqan emasmiz. Kecha radiolar so'rayaptiki, men toliblar bilan O'zbekistonga yaqinlashmoqchi, sizlarga bir zarari bormi? Biz tolib bo'lmaganda bo'lardik. Na tolibga suyanganmiz, ya'ni maxluqqa suyangan emasmiz, alhamdulillah. Chunki biz Alloh taoloning asmoul husno hamma sifatlariga iymon keltirganmiz. Ha, shuncha odam ishlamayapti, yeyapti bu. Bu qayerdan topilar? Uni sizlar g'amini yemang. U Alloh taolo o'zi in tansurulloha yansurukum va yusabbit aqdamakum deb o'zi va'da qilgan. Sizlar Allohning diniga yordam beraveringlar deyapti Alloh taolo. Alloh sizlarga yordam beradi. Allohning xazinasi tugamaydi u. Hamma davlatlarning tugaydi. Lekin Allohning tugamaydi. Bizim Mavloyimiz, boshqa Mavloyimiz yo'q, bitta Mavloyimiz bor. Robbil alamin. Agar o'shanga ishonmaydigan bo'lsa, birodarlar, biz bir qadam oldinga yura olmaymiz. Alloh asrasin, o'sha kofirlarning qalbiga solgan qo'rquvni bizni qalbimizga solib qo'ysa bormi? Hunayn jangi kuni 12 ming sahobiylar birinchi ilk bor katta jangga 12 ming askar bilan chiqishdi. Shunda aytishdiki, "Hey, bugun bizga bas keladigan hech kim yo'q" dedi. Shunda holat keldiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3-4 kishi bilan qoldilar, xolos. Hamma maydondan tashlab qochib ketishni boshladi. Foyda qilmadi ko'pchilik. Keyin qaytib kelishdi oyista-oyista. Tadbir bizni tadbirimiz emas. Naqsha bizni naqshamiz bilan bo'lmaydi. Jang biz idora qilmaymiz. U jangni Alloh taolo o'zi idora qiladi. Shuning uchun mana bu tushunchalarni ham istardimki, o'nglab olaylik. Men sizlarga aytamanki, albatta na narkotik, na kofir bankidan biz pul olib ishlayapmiz. Na Amerikadan, na boshqa davlatlardan. Ya'ni biror bir davlatda oldida bizning muttahamligimiz yo'q, alhamdulillah. Tiliq sig'irimiz yo'q. Bitta Robbimizdan tiliq sig'irimiz bor. Gunohkorimiz, lekin maxluqlardan birortasidan tiliq sig'irimiz yo'q. Bundan bir necha kun oldin bir hay'at keldi. Hay'at kelib turib,
Saudiyadan kelishibdi, arab birodarlarga. Biz alohida o'tkazib, bir ikkitalari biz o'sha katta ulamolarning nomini olishdi. Katta ulamolar oldidan keldik-ku, shu jangni to'xtatarkansilar. Ha nimaga? Ha biz pul yetkazib bera olmadik. Allohdan oldida nima deb javob beramiz? Aytdim, xo'p, bahonani topsizlar. Hozirgacha alhamdulillah 1 rupiya kelmagandi. Xafa bo'lmagandi o'sizlardan. Bundan baqi ham kelmasa ham xafa bo'lmaymiz. Lekin o'q stoldan chiqqan. Buni qaytarib bo'lmaydi. Shu alohida kelibdi pul sarflab bechoralar shu jangni to'xtatinglar. Bo'lsa ulamolar xafa bo'lar ekan. Katta mashhur ulamolarning nomini aytayapti, aytmaymiz. Hani bugun hammani maqsadi nimaga qaratilgan? Shu O'zbekistonda yo'q qilingan shu shula bor, jihod shulasi, shuni o'chirishga qaratilgan. Hatto birodar, biz boshqalarning kuchiga ishonib turib bu jihodni boshlagan emasmiz. Kim oldiga borgan bo'lsa, shu jihod boshlangan vaqtda jamoatdan oldiga jihod boshladi. Sizlar nima qila olasiz desak, hammasi bir og'ozdan shu gapni gapirdi. Eshagimiz loyga o'tib qolgan birodar. Sizga yordam bera olmaymiz dedi. Afg'onlarda shunaqa gap bor. Yordam berasan desa, eshagim loyga o'tib qolgan deydi. Eshagi loyga o'tib qolgan odam kimga yordam bera oladi? Hatto bo'lmasam o'zimiz eshagimizni loydan chiqara olamiz, alhamdulillah chiqarib oldik. Hozir biz eshagimiz loyda emas, Allohga hamd bo'lsin. Ya'ni juda ko'p tarafdan bizga nimalar bor, bosimlar bor. Hammasini qaratilgan maqsadi shu biz yordam bera olmadik-ku, pul jo'nata olmadik-ku. Vaholanki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, eng halol rizq g'animat. Eng pokiza rizq g'animat. Umar ibn Xattob aytgan ekanlar. Men mu'minning ishiga ajablanamanki, o'zini rizqini kofirning og'zidan tortib oladi. Ya'ni bizga tashqaridan bunaqangi moddiy takliflar kiritayotganlarni maqsadlarini ham bilamiz. Ki bizni kalitimiz bilan qo'lda bo'lsa, kran bilan qo'lda bo'lsa suv, xohlagan vaqtida bekitib qo'ysa, xohlagan vaqtda o'chib qo'ysa. Bizning rizqimiz Jaziratul Arabda emas. Inshaalloh uramiz, kofirning og'zidan rizqimizni yulib olib hayotimizga kechiramiz inshaalloh. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Meni rizqim meni nayzamning soyasini ostida" dedilar. Mol boqishlikda, tovuq boqishlikda, ekin-tikin ekib chorvadorlikda demadilar. Meni rizqim nayzamning soyasini ostida dedi. Nayzani ishlatib, rizq topib yurlar. Eng halol pokiza rizq bu g'animat bu. Shuning uchun birodarlar, tashqaridan bo'layotgan har xil tabliğotlar. Muncha pul kelibdi. Ya shaklarim qolmadi, shu to'yraga shuncha pulni qayerga qo'yibman ekan. Lekin qancha pulim borligini hech kimga aytmayman. Chunki meni o'z sirim bu. Lekin biz bu yo'lda o'sha aytilgandek pul istab yurgan emasmiz. Shuning uchun sizlar xotirjam bo'lingki, O'zbekiston Islom harakati maxluqlarni oldida tili qisqa emas. Hech kim oldida. Alhamdulillah. Lekin Robbimiz oldida bali gunohkormiz. Bajara olgan emasmiz o'sha vazifalarimizni. Va taslimligimiz ham, muhtojligimiz ham Robbimizdan. Shuning uchun birodarlar, bu boralarda miyamizga har xil fikrlar kelib qolmasin. Inshaalloh shahidlar qoniga xiyonat qilinmaydi inshaalloh. Inshaalloh shahidlar qoniga xiyonat qilinmaydi. Chunki bizni asl birodarlarimiz shahid bo'lib ketyapti. Ularga xiyonat, ularning yo'liga xiyonat bo'ladi. Ular nimaga ishonib bizga bunchalik bu yo'lga chiqib bizga qo'shildi? Ishondiki, biz gapirgan gapimizda sodiqmiz, munofiq emasmiz, kazzob emasmiz. Shunga ishonib turib ular jonini fido qilyapti. Yosh yigitlar o'zini qurbon qilyapti. Qolganlari ham tayyor. Shuning uchun u tarafdan xotirjam bo'ling inshaalloh. Alloh taolo o'zi asrasin, biz o'zimizni holimizni Robbimizga topshirganmiz. Bizni bir lahza ham o'zimizni holimizga tashlab qo'ymasin. Lekin inshaalloh harakat qilinayotgan har qanday bo'htonlardan alhamdulillah pokiza. Narkotik emas, sigaretni agar ko'rsak, sigaret u narkotik. Chunki narkotik tijorati bilan biz emas.
mana chegarada turgan 10 minglab ruslar shug'ullanadi, generallar shug'ullanadi. Chunki har yili Amerika mana shu narkotik moddadan 500 million dollar foyda ko'radi. Buni yarmini ruslar 250 million ular foyda. Bunga dalil hujjatlar bor. Bali u odamlarki Saudiyada o'tilyapti yo chopilyapti yoki yo'llarda ushlab chegaralarda o't tashlalyapti, bular u uyushgan mafiyaga itoat qilmagani uchun o'ldirilyapti ular. Saudiya hukumatining podshohning oilasi shug'ullanadi bu bilan. Samolyotda ular olib borib tijorat qiladi. Ha o'sha bir 50 gram, 100 gram aybetiga bekitib olib borib qo'ygan, aeroportda ushlab olib Jiddada uni olib chiqib chopishadi, ha? Shariat tatbiq bo'lyapti. Vaholanki bugun dunyodagi eng katta tijorat bu narkotik tijorat. Dunyoda asosan 4 ta tijorat bor. Bittasi narkotik tijorati bor, bittasi qurol aslaha tijorati bor, bittasi tillo, bittasi neft. Qurol aslaha, neft, tilloni bir qilsak narkotik tijoratiga barobar keladi. Qurol aslaha, tillo, neft tijoratini bitta qilsa, keyin narkotikka barobar keladi. Buni bechoralar eshakka yuklab olib borib sotib, bular tijorat qiladimi? Yo'q. Bu katta tijoratni Amerika boshchiligidagi kufr qiladi buni. Biz aniq bilamizki, aroq sababligidan necha kishi la'natlanganligini. Aroq ichgandan tashqari yana nechta toifa la'natlangan. Bittasi uzum ekadi, vino zavodga topshiraman deb Rasululloh sallam la'natladi uni. Uzum ekkan, maqsadi o'zi ichmaydi uni. Hatto ushlab ham qo'ymaydi aroqni. Lekin vino zavodga topshiradi. Rasululloh sallam bunga la'nat o'qidilar. Buni zavodda tayyorlaydi o'zi. Namozxon yaxshi tayyorlab beradi, xolos ichmaydi u. Unga ham la'nat. Uni sotadi, unga ham la'nat. Quyib beradi, unga ham o'zi ichmaydi lekin. Siz bilasiz? U bizga u cho'pchani aytishmasa, biz kofirlarga buni berib kofirlarni aldaymiz. Biz narsani yaxshi bilamiz. Shuning uchun bu tarafdan xotirjam bo'lishni inshaalloh harakat, bu tarafdan xiyonat qilmaydi inshaalloh. Jazakumulloh. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Malomatga mahkum jihad qilsa kim, keyin bilar haq kim, kimlar majnunlar. Malomatga mahkum. Shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.